ichkara besh. Assalomu alaykum hammaga. Mana biza Ilham studentlari bugun xudo xolisa IT sferasida hammamizda ozgina bo'lsa opit bor, klientlar bilan ishlash, keyin IT sferasidagi problemalarni ozgincha bo'lsa ham yetishga harakat qilamiz. Undan oldin o'zimni tanishtirsam, men Aminboyev Sirojiddin, IDM U231 Men Javohir Abdurahimov, IDM 111. Так, mein ismim Behruzbek, familiyam Adaminov. Men Ilham o'qiyman. ITM 23 Keyin tak birinchidan biz o'zlarimiz qayerda ishlaganmiz, qayerda experience orttirganimizni aytib bersak, Behruz boshlasam. Demandan boshlanamiz. Tak, men birinchi o'zi shu IT sohasiga kirib kelishimni o'sha boshlanishi maktab paytida bo'lgan. Tak, men o'sha 10-sinfligimda qiziqish uyg'ongan IT sferaga va asosan shu grafik tomonlama. Chunki ungacha men rasmchilikka qiziqqanim tufayli men o'sha grafik dizayn sohasini tanlaganman. Birinchi o'rinda shu akademiya qidirish bo'yicha menda muammolar bo'lgan. Chunki yetarlicha o'sha 10-sinfligim paytida yetarlicha kandidat bo'lmagan yaxshi ustozlar. Va undan keyin shu o'qit olgandan so'ng shu YouTube platformasida ozgincha o'qit oldim. Keyinchalik shu Kodial degan akademiyaga kirganman, o'qiganim, o'sha yerda o'rganib, hamda o'rganib chiqqandan keyin shu ishlashni boshladim. O'sha Kodial akademiya orqali men ish topib berishgan. Birinchi ishim shu akademiya orqali bo'lgan. O'sha yerda dizayn qilardik, har xil posterlar yasadik yoki shu plakatlar yasadik. Birinchi kirishimiz, shu community kirishimiz ozgincha qiyin bo'lgan, chunki o'qit bo'lmagan aytib. Keyin ancha yaxshilangan o'qitimiz, shundan keyin community bilan sfera bilan yaxshi chiqishni boshlaganmiz. Keyinchalik shu yerdan ko'tarilib, shu universitetga kirdik. Universitetga kirgandan keyin tashlab ketishga to'g'ri keldi. U yerda ishda, chunki ham offline, ham onlayn bo'lgan. Onlayn bizning sferada bilsangiz ozgincha qiyinroq o'qishda. Chunki bizda requirement bor va asosan offline'ga. Ertalabdan kechgacha ishxonada bo'lishingiz kerak. Keyinchalik menda shunaqa hodisa bo'ldi, что vazirlik tomonidan menga offer keldi. Bunaqaga. Internshipga. O'sha yerga kirdim, o'sha yerda ishladim. 3 oycha shu internship o'tdik. Yaxshi bo'ldi, ancha experience oldim. Katta proyektlar bo'yicha ishladik. No, asosan shu qiyinchilik tomonligi bizda o'sha offline ish qiyin bo'ldi, chunki bu yerda universida grafika har xil bo'lgan. To obedda tugaydi, to o'sha ertalab tugaydi yoki kechki tugaydi. Yaxshi plus tomonligi internshipda bizda flexible bo'lmoqda. Hozir shu muammo bo'lib ketyapti, flexible ish topish. Flexible qiyinligi. Ko'pchilik ITda o'zini IT sfera flexible ish deb o'ylashadi. Ba'zi o'qish tugagandan keyin shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Klientlar bilan ishlab ko'rganmisiz? Klientlar bilan yaxshigina ishlaganmiz, opit bor, chunki o'sha aytganman sizga, shu 10-sinfdan beri opit yig'ib kelamiz, Xudoga shukr. Shu 10-sinfda shu birinchi experience'im shu poster yasash bo'lgan. Poster yasaganmiz. Qiyin bo'lgan boshida, chunki menda bari opit bo'lmagan, razgovor. Chunki birinchi klientim, keyin tim bo'lib uni anaqa aldash kerak baribir, qanaqadir tarzda. Tim bo'lib o'zbeklarni klientlarga o'zgartirib. Переделать qilib, 4 marta, 5 marta переделка qilganmiz. Lekin oxir-oyoqqa oplata qilingan uslubga o'tgan. Oplata qilgan joyi yo'q ketadilar aslida. Oplata katta bo'lmagan boshiga, endi yaxshi bo'lgan. Birinchisiga zo'r bo'lgan. Bozorga kirish. Xursand bo'lganmiz. Mayachkada emasdi birinchi. Shu birinchisi shu bo'lgan. Sizda-chi? Endi o'zi ITga bo'lgan qiziqishim hali juda yosh. Yosh tug'ilgan. O'zim universitetdan o'zi hayot davomida IT soha tanlamoqchi bo'lmaganman umuman. Men ko'proq o'zimni ko'rgan sohalarim bu buxgalteriya bilan ko'proq yuristlikka aloqador sohalar bo'lgan. Endi taqdir taqozosi bilan shu oxirida yo'nalishni o'zgartirishga majbur bo'lganman. Shu o'qishga kirganimda sekin kursdoshlar bilan, ayniqsa sizlarni ko'rgandan keyin IT sohaga bo'lgan qiziqish yana ham o'qishni boshlagan. Shu fanlarni o'zlashtirish davomida ancha bazaga ega bo'lgandan so'ng
narsaga ya'ni malaka oshirish internshipga qabul qilinganman. Endi u yer birinchidan meni birinchi ishim va o'zimni sohamdagi birinchi ishim bo'lgan. Bu yerda biz ko'proq klientlar bilan ishlardik. Aslida bularda ko'pchilik muammosi bank kartalari bilan aloqador bo'lgan. Bank kartasi ko'proq hozir baribir dasturlarga ulanib ketgan programmalarga. Shular bilan tushunmaslik bo'lardi. Hozirda O'zbekistonda rivojlanayotgan sohalarga ko'p alam qolishadi, ya'ni kartadagi mashinistlar pullarni yechib olish. Ya'ni anaqa tog'ayzdan Amerikada meros qolib ketgan kartasi Telegramdagi SMS jadvallarni eshitadi. To'rtta raqamni ayting. Lekin ozgina bo'lsa ham bilan odamda sal o'rganishni boshladi, to'rtta raqam aytmas ham. Lekin shunga yarasha endi umuman aytishmay qo'ydi, to'g'ri narsani so'rasa berishmayapti. hozir bankdan olama qilsangiz ham yo'q. lekin baribir ham hali bo'sh joylarimiz ko'p. Masalan, hali APK fayllarni ochmaslik, Telegramdan kelgan APK fayllarni agarda telefon iPhone bo'lsa bo'pti, sal nima qilsa bo'ladi. Men Androidchilar sразу ochib olsa, ochib sketch qiladi o'sa. Androidchilar shu topishlar. Deyish kerak Endi bizda o'zi konfidensiallik haqida juda bo'sh qaraladi sohalarda ham. Misol uchun har safar Andijonga borganda, Noxat olganda, qog'oz bo'lashadi, kimdir pasport kopiyasi bo'ladi. U to'g'ri. O'zi oddiygina anday masalan sizni kartangizga pul tashlab olaman desa, kartochkani o'zini beradi. U kartochka o'zida hammadan ism, familiya bor, srok godnosti bor. Уже нормальный summa ishlab olsa bo'ladi. Ayniqsa bizda odamlar soddada. Ayniqsa qirda oshganlar ko'p bo'ladi. Ularni aldash uzab olsa, o'sha kartada pul yechgan bankomatga boradi. Boradi kimdir men yechmoqchi, sizni pulni kartangizni siz tishlab olasiz, men naqd bera olasiz. Shu bilan ham naqd qo'yish oson bo'ladi. Lekin hozir men ITga kirib kelishim men nima deb o'ylaganman, tipa masalan restoranga borib ovqat zakaz qilsangiz nima bo'ladi? Masalan, ovqat keladi, pulni to'laysiz, bo'ldi. Razanchish bo'ladi, tugaydi, yeydi. Mana shunaqa bo'ladi deb o'ylaganman. Keyin shu qarasam, O'zbekistonda u masalan korxonalar bilan ishlash bunaqa bo'lmas ekan. Tipa MTJ kerak, keyin birja o'ynalishi kerak. Masalan, oddiygina sayt yaratib beraman desangiz, korxonaga bo'lsin. Menda birinchi tipa inha miyada bo'lgan, shu fizika bilan matematikaga qiziqish bo'lgandan keyin angliski ham kerak, uchalasi jamlangan inha bo'lgan. Inha IT bo'lgandan keyin ITga sababli ko'rganman, qiziqqanman, shu menga yoqadi. Keyin adam aytganlar, shu nol bo'lib bormagan koding bo'yicha deganda. Keyin shundan keyin Xorazmda o'zi data degan joy bor. O'sha yerda full stack developing o'rgandik. O'rgangandan keyin nima bo'ldi? Shu adam aytdi, endi davay endi bir test qilish kerak, ekspert qilish kerak dedi. Farqi yo'q dedim. Bunaqa Pentagon buzib keyin shu adam o'zida ham ishi shunga nima bo'lgani uchun, kompyuter jihozlar olib sotish bo'lgani uchun tanishlarga boradigan sayt kerak. Keyin Urganch tibbiyot birlashmasi bor edi. Ularga sayt kerak bo'lgan. Shu davlat tarafdan qonun chiqqan, har bir tibbiyot birlashmani sayti bo'lishi kerak o'ziniki. Keyin shundan keyin olib ko'rasan dedi, keyin qarasam shu qiyin narsalar emas, bitta baketli joyi, shu foydalanuvchi kirish kerak edi, сообщение yozib, u adminga borish kerak, Telegram orqali. Bo'ldi, eng qiyin joyi shu. U yoqda turga front-end bo'lyapti. Rozi bo'lganman. Keyin pul kelishilgan 6 millionga. Keyin notebookim yo'q. Endi baribir adam notebooki bor. Olganman, ishlatib turibman. Короче, u zakazni mayli boshida boshlagan bo'lsa, endi aytdi-ku, как restorandaqa bo'ladi deb. Men hozir bir pilotaxta kutganman, 3 million, 3 million yetkazganimga. Shundan keyin men qilish boshlaganimda уже adam o'zini cho'ntagidan menga 1 million bergan. Shu suvib qolmasin proyektdan deb. Keyin birja o'ynalishi boshlagan. Keyin birja o'ynanar ekan, keyin davlatning byudjetiga qaraladi, davlat byudjetidan tibbiyot birlashmadan bizga u bizga kelish uchun boshqa viloyatdagi saytini 6 milliondan arzonroq tuzatib beraman demasligi kerak. Keyin shunaqa bo'lganda u pul menga
iyulni o'rtalarida kelgan. Lni o'rtasida. 20 nechi Qachon bo'lyapti? Ikki yarim. Tak, bu 20 biz ilk 21da kirdikmi? 23 kirgan. 23da kirgan bo'lsa, zaten 22da bo'lganda bu mana. Bir yil. Da shunday bir yil oldin bo'lgan. Keyin Lda pulim qo'limga pul kelib tushgan. Keyin eng qizig'i bitta minus tarafi bizda IT bo'yicha shu joy korxona bilan ishlashi. Masalan, men ishlab berdim saytni, qabul qilib oldi. Boshqa hammasi zo'r. Keyin menga pul bergandan keyin bir oydan keyin qonun yana chiqyapti. Tibbiyot birlashmalariga, что har bir saytda mana bunaqa funksiyasi bo'lishi kerak deb. Men bilan unaqa kelishuv bo'lmagan. Menga sayt yasab berasan bo'ldi. Разрешить